Hurmatli foydalanuvchilar, Keeping platformasida elektron hujjatlar bilan ishlash imkoniyatlari yanada kengaytirildi. Endilikda tizim orqali erkin shakldagi hujjatlarni yuborish imkoniyati mavjud. Tizimdagi savdo operatsiyalari menyusi orqali hisob faktura, ishonchnoma, shartnoma, yuk xati va dalolatnoma kabi hujjatlar bilan ishlash mumkin edi. Endi esa mazkur ro'yxatga erkin shakldagi hujjatlar bo'limi qo'shildi. Ushbu bo'lim orqali turli xil hujjatlarni erkin tarzda yuborish mumkin. Hujjat yuborish uchun yuborish tugmasini bosib, qo'shish orqali hujjat sanasi va raqam kiritiladi hamda istalgan hujjat turi tanlanadi. So'ngra tegishli faylni biriktirish lozim. Fayl doc yoki PDF formatda bo'lishi mumkin. Shundan so'ng qo'shish tugmasi orqali hujjatlarni imzolovchi tomonlarni belgilab olish lozim. Agar hujjatni jismoniy shaxs ham imzolashi kerak bo'lsa, uni ham qo'shish imkoniyati mavjud. Tartib bilan imzolash funksiyasi yoqilgan holda imzolash belgilangan ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Saqlash tugmasini bosish orqali tizimda tayyor hujjat shakllanadi. Shakllangan hujjatni QR kod orqali imzolash mumkin. Shuningdek, to'liq yoki qisman imzolangan hujjatning linkidan nusxa olib, ikkala tomonga ham yuborish imkoniyati mavjud. Ikki tomon ham imzolaganidan so'ng imzolash jarayonidagi barcha o'zgarishlar tizimda aks etadi. Imzolangan hujjatlar esa ushbu bo'limda saqlanadi. To'liq imzolangan hujjatlar o'chirilmaydi va hujjatlar arxivi avtomatik tarzda shakllanib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat.